bo'yicha kol go'shtini inch holatda to'g'rab tayyorlab olamiz. İtaliya jup qo'rg'anda go'shtni tamlantirish eng muhim. Videoda ko'rsatgandek tuz, zira, azroq qunaq kraxmal silib, jangyudan bir qo'shq atrofini silib, yaxshi bir aralashtirib tamlantirib olamiz. Har kun shunga o'xshash qulay ham yeyish bo'lgan taomlarni yetishni kutyaptimi? İzləyəndə tapamay qalmaslik uchun yurak berib saqlab bilib, inkas rayını haqsız güllərinlərini əvətib, meni rəğbətlendirishni unutub qalmanglar, qo'llığınızga rahmat. İtaliya jupida kambos bo'lmaydigan İtaliya jupi va tetitqusidan bir bo'loq tayyorlab olamiz. Mening ishlatganim İtaliya jupi va tetitqusi birga chiqadigan cho'ng stamning İtaliya jupi. Qozonga cho'pni silib 15 minut atrofida pishirib elib olamiz. Men ishlatgan İtaliya jupi va tetitqusi ichidan birga chiqadigan İtaliya jupidan 3 xaltini palet qilib, asidlik serqarga esib qo'ydim. Ko'rib turganinglardek, mana shundaq bir xaltisining o'zi 280 gram chiqdi. Cho'p va tetitqusi ichidan birga chiqdi ha. Tetitquni ayirmasak 7-8 qo'y olmizg'u. Bugun men sizlarga mana shundaq 3 bo'loq İtaliya jupi va 3 bo'loq tetitqusini qo'shib turib, mushu filmga yurak berib qo'ygan do'stlarimizga yana bir xalta ko'p tetitqusini qo'shib turib, orali 29 qo'y 9 mo'g kran ko'tarib turib uyingizdan oldiga chapirpirma. Ehtiyoji bor do'stlarimiz darhol setilang. Undan keyin cho'pning chaplashib qolmaslik uchun bir qo'sh qatarapida kunjitmay qo'yib tekshirlashtirib olamiz. Undan keyin qozonga azroq moy qo'yib go'shtni silib qo'raymiz. Ko'rib turganinglardek, obiyatdan go'shtga jangi tuz silib tamlantirib olishga boshqa tetitqularni silishning hojati yo'q. Undan keyin piyoz, pomidor qiyamdan bir qo'sh silvasak rangi intayin chiroyli chiqdi. Bekrak qo'rib qizartib olgandan keyin cho'ng stamning İtaliya jupi tetitqusidan bir bo'loq silib etamiz. Cho'ng stamning cho'ngliqi bor qinsilan bir ishiltib sinab yiqinglar, ta'mi kep ketmaydi. Ondan keyin ko'k qizil laza samsaq silib qo'raymiz. Lazani bek uzun qo'rvatmaymiz, 1-2 sekund qo'rvatgandan keyin cho'pini silib, taxminan 2 minut atrofida ilashtirib, tamlarini ichiga singdirib atgandan keyin taxsiga elib iste'mol qilsak bo'ldi. Qaranglar o'xshab ketganiga, mayli mehmonning oldiga kelsangiz yoki uyda bolalaringiz qo'rib beradigan bo'lsangiz, maqtab turib yeb ketadi. O'rganib oldingizmi?